Programımızı Şinjan Ömrük Nimkeç Abdurrahman Çoğdu Bazarı Çeklik Şirketi alohida qo'lladi. Ümid balkim siz yaxshi ko'rgan rangda bo'lmasligi mumkin, ammo u cho'qim sizga yarashgan bir rangda bo'ladi. Do'stlar, yaxshimisizlar? Ko'rayotganinglar Ömrük Sadasi programmasi. Men riyosatchi Mahin Ro'zi. Biz programmamizda umidvor yoshlarimiz bilan suhbatda bo'layotimiz, ham shundaqla go'zal naqshlardan huzurlanyapmiz. Albatta bugun shundaq. Bugungi programmamizga qadam tashrif qilgan aziz mehmonimiz bo'lsa, o'zining o'zgacha ovoz uslubi bilan, ham shundaqla o'zgacha musiqa ijodiyatlari bilan yoshlarimiz orasida olqishga erishayotgan yosh muzikant hamda talantli naqshchimiz Nurshad Dilshod. Nurshad, qarshilamiz. Xush kelibsiz. O'tiring. Qani, ko'rmanlarga salom berayotgansiz. Yaxshimsizlar aziz do'stlar. Men Nurshad Dilshoddan hammalarga o'tliq salom. Ömrük Sadasi programmasi orqali sizlar bilan yana bir qator yuz ko'rishganligimdan o'zimni eng baxtli his qildim. Hammalarni xush ko'rdim. Rahmat, Nurshad, bizni qarshilamiz sizni. Nurshad, mush programmamizning beshidan shuni so'rag'im kelib qoldi. Xo'sh. Men sizni dastlab naqshlaringizni anglagan vaqtimda faqat ko'nglingiz kelmasin ha? Yo'q, ko'nglim kelmaydi. 40 yoshning ustidagi bir naqshchi akamiz deb o'ylab olganchu sizni. Mushunday bir tuyg'ularda bo'lib, sizning mushundaq yoshlaringizni so'rab baqqanlar bormidi? Endi bunda ahvolga bir necha qator yo'liqqan. Nima degan vaqtda bu adabiyot san'at kasbi bilan shug'ullanayotganlar men o'ylayman. Mush anglag'uvchilarning bir balisi deb o'ylayman. O'zimningki mush ijodiyatlarda bo'lsin, tanlagan tekst ohanglarda bo'lsin, o'zimning ohanglarda bo'lsin, imkon bo'lsa ritm jihatda osta, teksti mol, muhabbet ta'kidlangan, atani ta'kidlangan bunday tekstlarni tanlab aytaman endi. Shuning tariqasida yaqinda oshtaq bir gapni anglab qoldim, chunki o'zimning opasidan. Opamninki boshlang'ich o'qigan bir savoddoshi bo'ldi ekan. Opam shunda qizg'in deb berdi buni. O'zimni anglab xushib ketdim. Boshlang'ich savoddoshi meni kichik vaqtimda ko'rgan opamning savoddoshi. Ammo lekin men yoshimga to'shgan vaqtda meni ko'rib boqmabdi ekan. Ammo lekin bu sirtda mening naqshlarimni yaxshi ko'rib anglaydi ekan endi. Keyin opam bilan paranglashib, yo'lda menib Aşı meninki bir naqsham bor paraq deydigan. Shu naqshamni qo'yib, ikkisilarning malda mushtaq bir balavoga o'zi ish cho'ngroq o'xshaydi. Naqshlarni bek yaxshi ko'rib anglayman qara deb opam shunda deb turdi. Degandiki shuni, oshtami deb opam bilmaysizlar buni qiziqchilik qilib. Chunki opam hamda meninki shu ozroq natijalarimdan shu kichkam hamda naqshlarimni o'zininki yaqinlari anglasa, mayli ko'ylkilar anglasa xushib ketadi, natija deb qaraydi. To'g'ri. Shu tariqasida opam shunda xushib ketibdi. Qara savoddoshim, sen bilan biz ko'rishmagan uzun bo'lib ketdi, necha yillar bo'lib ketgan. Bu mening bolam bo'ladi, Nurshad deb shu kichik vaqtdagi rasmim bilan hozirgi rasmimni ko'rsatsa, ikkisi kulishmay ko'p ketdi bu yerda. Shuna buni boshdan oyoq so'zlab qilib berdi. Nima degan vaqtda, chunki men yoshim kichik, 30 ga endi qadam qo'yman, uygundigan narsam texnik ko'p. Ustozlar yetaklayotdi. Ash aka herlarimizning ko'nglini uftidigan. Ancha bir anglab, oram oldigan ashta naqshlarni yozganligimda o'zim shunda xush bo'lmadim bu vaqtda. Meningcha mastanlaringizninki ko'pincha cho'ng yoshdagilar deyman, Nurshad. Mushu naqsh etish uslub jihati bo'lsin, tekst bo'lsin, ohang jihatlari bo'lsin, yeshim kichik bo'lgan bilan, ma jamiyatda ijtimoiy munosabatda o'zimni nishimda olqigan, do'stlarim, akalarim bilan, ustozlar bilan jiqqiliq, hamsi ko'tarib olishim jamiyatda. Shu qanday oldi deganda shular bilan jiq o'tirib qo'yib, tomoq qo'yib, shunday bo'lgandan keyin ijtimoiy munosabatda nurg'un aloqada bilib bilmay o'zimning mijozi shu ohanglarimga, melodiyalarga, shu tekstlar tanlashimga ancha ta'sir qilib qoldi ekan. Amda cho'nglarimiz albatta naqshlarning ichidagi tanlanganlardan, yuragiga ta'sir qila olganlardan tanlab anglaydi-ku. Shu cho'nglarningki qalbiga ta'sir qila oladigan naqshlarni ayta olganligingizning o'zi bu bek yaxshi natija deb o'ylayman. Ustozlarimiz sizni har vaqt e'tirof qilib kelyotdi. Sizning o'sha ijodiyatlaringizni haqiqatan suyunib kelyotdi. Unda bo'lsa bugungi programmamizga quruq kelmadingiz qachon? Naqshingizni bir anglaylik. Shunday bo'ldi. O'zimningki yaqinda ohangni ishlagan do'stim Mirzat Murat tekstini so'zini yozib bergan o'zimning ohangi Suyarsam ayt degan naqshamni barliq ko'rilmalarning huzuriga sunsam. Bo'ladi. Qani, marhamat. Yaxshi, siz qanday
yerlerde bu sultanmış var mı? Yok. Hepsi bak televizorcu. Yok. Hepsi bak tonaklı vardı. Yok. Vatan mescidi. Böyle yok. Do'koningizda mollaringizning to'liq bo'lishini umid qilamsiz. Molni ko'paytay desangiz, mablag'ingiz yetishmayotgandi. Sarkar shirkatiga vakolatchi bo'lsangiz, 80 dan ortiq donliq markadagi 5000 xildan ortiq mahsulot siz uchun hozir bo'ladi. Siz sklad tayyorlamasangizmi, oldin mol kirgizmasangizmi bo'laverdi. Biz eng yaxshi mahsulot, a'lo mulozimat va yangicha andizimiz bilan sizni to'liq rozi qilamiz. Burun do'konimda nim bo'lsa shuni sotalaydim. Hozir nima olmasangiz shu bor. Urumchi Sarkar elektr uskunalari chekish shirkati. Sarkar. Ömrük sadası. Ömrük sadası. Söygende söylersen muhabbet Yüreğinde kuyarsan muhabbet Men söygende söylersen muhabbet Yüreğinde kuyarsan muhabbet Men sığına yürgün bilen Oğlum bilmem ötersen muhabbet Men sığına yürgün bilen Oğlum bilmey ötersen Menzilimiz uzak uzak Ümidim şu ayrılmasak Söygü gülü çalsa bırak Yine tatlık külersen Menzilimiz uzak uzak Ümidim şu ayrılmasak Söygü gülü çalsa bırak Yine tatlı külersen mi? Söymeydu da aytip yalğanlar Aramızga terse iğvallar Söymeydu da aytip yalğanlar Aramızga terse iğvallar Lahtı lahtı bolsa yürekler Menim üçün könersen Lahtı lahtı
Bolsa yürekler Benim için Günarsan Menzilimiz uzak Ümidim şu ayrılmasak Söygü gül çalsa bırak Yana tatlık külersen Menzilimiz uzak Ümidim şu ayrılmasak Söygü gül çalsa bırak Yana tatlı külersen mi Ay Yana tatlı külersen mi Ömrük sadası. Ömrük sadası. Rahmat, Nurşat. Bugün programımızda mana liqqida muhabbatlik naqshlarni anglab, albatta suhbatimizni davomlashtiramiz. Rahmat. Ko'rmanlarimizga ma'lummish, yaqindan beri Nurşat bir qancha qarara Ipak Yo'l Sadasi programmasida orqa sapdagi ijodiy xizmatlarni qilyapsiz. Ham shundaqla sahnaning oldiga chiqib, ustozlar bilan birlikda mushu yosh notlarni, yosh naqshchilarimizni yetaklash xizmatini olib beryapsiz. Bu jarayonda balkim nurg'unlagan tajribalar to'plangandi. To'g'ri. Mening o'zimning shu uzundan buyon o'ylayotgan shu ustozlarga bir minnatdorchilik bildiradigan nurg'un so'z iboralarim botdi. Bugun shu programma orqali eng avval shu Ipak Yo'l Sadasidagi Abdulla akam boshliq shu qatordagi ustozlarga o'zimning eng cho'ng rahmatimni aytaman. Nimishqa degan vaqtda ustozlar o'ziniki oqisdagi bolalarni hamda tamtirab ketayotgan mushta bolalarni men o'ylayman ustozlarimiz shunda qo'llaydi, quvvatlaydi. Shu tariqasida ustozlar shunda qo'llab madad berib, shu sakna ustida menga bir ozg'ini bir chet tarafda o'rindiq bo'lsa-mu o'tirdiganga. U shu o'rindiq men uchun cho'ng bir sovg'a. Chunki mening natijam uncha cho'ng emas, lekin ustozlar mening 10 yilning yog'i oliy maktabda bo'lsin, o'rta texnikumda bo'lsin, o'rgangan bilimlarimni ko'zda tutib, shu tariqasida ishga qarar Ipak Yo'l Sadasi programmasiga chiqish orqali nurg'unlagan tajribalarni his qildim. Kasb jihati bo'lsin, kasbdoshlar o'rtasidagi mehr muhabbat, ustoz shogird o'rtasidagi mushtaq mehr muhabbatlarni his qildim. Bugungi musobaqa ustida shu ustozlarimning teniga salomatlik, bundan keyingi kasb hayotining texmi ro'noq tepishiga, ishlarining o'ngishli bo'lishiga o'zimning eng cho'ng rahmatlarimni aytaman. Ustozlarimiz salomat bo'lsin. Albatta biz eng go'zal tilaklarimizni yo'llaymiz. Ustozlarimiz bo'lg'ashqa bizningkimi programmamiz bo'lsin yoki san'at tarafdagi taraqqiyotimiz bo'lsin yaxshi bo'lyotidi, qo'llashlarga erishyapmiz. Men o'ylab qoldim Nurşat, cho'nglar yaxshi ko'radigan shundaq naqshlarni aytib, cho'nglar erishalaydigan natijalarga erishib, o'zingiz kichik turib shundaq ketib o'tasiz. Menimcha shu cho'nglarga ko'proq aralashganmi foydasi bormi nima deb o'ylab qoldim ya. To'g'ri. Dadamlar bo'lsin, cho'nglar bo'lsin, opamlar so'raydi, sening ishing kichik. Jiqmishtaq kasbdosh akalaringlar olsa, biz shunda faxrlanamiz, bolam deb ularni so'yindi ekan. To'g'ri. To'g'ri. Oqqorni farq qildiganga, turmush jihatdan bo'lsin, eng muhim kasb jihatdan bo'lsin, nurg'un amallar taqshid ekan bu. Shunga o'zimning ancha-muncha cho'ng akalarimiz, anglovchilarimning bo'lganda o'zimni shunda xo'sh so'yinaman. To'g'ri. Cho'nglarimiz bizga har vaqt ulgi bo'lib menyapti demasmi? Nurşat, shuning bilan mashina haydab keldingiz bugungi programmamizga? Mashina haydab keldim. Almashtirish xiyolingiz bo'lib qolsa qarang. Shu o'mlik nimkash mashina savdo bozori bugungi programmamizning xos nomini olganda, siz yaxshi ko'radigan mashinalarning hammasi bor. Voy, yaxshi. Bo'ldi chataq. O'zimni almashtirish o'yi botdi. Mana shu sanduqni men bekaga qo'limga olmadim. Shu sanduqning ichida siz uchun tayyorlangan savollar bor Nurşat. Shu ichidan faqat bir savolni tanlab olasiz. Shu savolga ekrandagi ko'rmanlarga bir javob bersiz. Bo'ldi. Qani. Savol mundaqkan Nurşat. Siz bir qitim ko'cha avtobusiga chiqib, ko'cha avtobusiga pulni sep bo'lgandan keyin avtobus qo'zg'alib bo'lgandan keyin avtobus xato chiqib qolganligingizni his qilib qoldingiz. Bu chog'da siz darhol keyingi paketga tushib qolamsiz yoki pulni sep bo'lgandan keyin birdan aylanib shu avtobusga yana bir boshqa yerlarga berib aniga qaytib kelamiz.
Chunki men o'zimni bir aldirashdak yuz qilma, chunki deganda uydan chiqib ishxonaga berib ishlayman emasman. Chunki oldimizga men xato chiqib qolsam, shu zamon keyingi bekatga tushib qolib, yana ishlarimga davom O'zingizki to'g'ri avtobusni tepib olasiz. Tepib shunaqa chiqishni o'ylayman. Men bek qoyil bo'ldim Nurshad. Endi buni oldingi qitim bir materialda men ko'rgan vaqtimda avtobusga chiqqaningiz xatolik emas. Tunji bekatga tushib qolmay yana birdan o'ltirib olishni tanlaganingiz xatolik degan gapni ko'rgandim. Ammo siz to'g'ri javob beryapsiz. Rahmat. Nurshadning shu cho'g'lablarlashgan foydasi. Voy shu. Shundami? Bu shu bilish doiramizni kengaydi ekan jimo. Demak, xatolasak mayli, ammo shu aman tuzdimizga to'xtatda buning javobi. Ben hoş buldum. İkraldaki görünmelerimizmi muşu sualni tahlil qilib baksa cevap berip baksa buludu. Albatta her bir görünmelerimizge, her bir dostlarımızga Ahmet'nin hemra buluşunu ümit kılımız, hatalaşmasligini ümit kılımız. Nurşat bugün bek yaxshi paranlaştık. Onda bolsa ikinci naqşınızı anlayımız. Buldu hoş. İcadi naqşa qachon? İcadi naqşa. Bu naqşamda bizning ustozimiz, shoir akamiz Muxtar Bug'ur aka yozib bergan Ahanga o'zimning temisi yoqtiraman, yaxshi ko'raman. Qani, rahmat. Programmamizni Şinjan Ömlük Nimkeç Abdurrahman Savdo Bazarı Çeklik Şirketi alohida qo'lladi. Ömlük sadası. Ömlük sadası. Yaxshi ko'rman sabiy sifat holating yor sabiy sifat holating yor lol rayhon o'zgaga atir chechiv olmas bekordan bekor chechiv olmas bekordan bekor yoqturman yaxshi ko'raman yoqtiraman yaxshi ko'raman kadar Kilenmey benim yürkümni derhalla tapar yürkümni derhalla tapar yoqturaman yaxshi ko'raman yoqturaman yaxshi ko'raman Yoqturaman yaxshi ko'raman
ömrük sadası. Rahmat, Nurshad. Muxtarkamning ijodiyati deb chiroyli chiqibdi juma. Muxtarkamning so'zi. Shundayman. Chiroyli yezib qilib bergan. Albatta, shunda ustozlarimizningki yaxshi bo'lgan qalam quvvatlari bilan yaxshi ijodiyatlar barliq kelyapti. Mana ustozlarimizning tini salomat bo'lsin. Nurshad, sizning shundaq. Rahmat. Eng go'zal tilaklarimizni yo'llaymiz. Boya chaqchaqmi deyishdik. Cho'nglar bilan aralashsa yaxshi bo'lamdi nimami deyishdik. Endi shu natijalarning hammani yig'ib kelgan chaqda o'zingizningki tirishchilikdan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Bundan keyin texmi yaxshi bo'lgan natijalarning sizga hamroh bo'lishini umid qilamiz. Texmi cho'ng sahnalarda chaqnang, ijodiyatlaringizdan huzurlanamiz, hayajonlanamiz. Rahmat. Rahmat. Program gruppamizdan sizga oddiy bo'lsin sovg'atlik tayyorladik. Shimbov badan asrash choylari. Voy rahmat. Choyni ichib, qani. Rahmat. Xabar bo'libsizlar. Teningiz texmi salomat bo'lsin. Er ayol ishqinglarga mos keladigan badan asrash choylari. Rahmat. Navbus bugungi programmamizni mushada oxirlashtiraylik Nurshad. Bo'ldi. Keyingi programmalarimizda yoki keyingi sahnalarimizda yangi ijodiyatlaringizni davomli saqlaymiz. Rahmat. Qadrli ko'ruvchilar, bugungi programmamiz mana mushada oxirlashdi. O'nlik sadasi programmamizning keyingi sonlari texmi rangdor. Keyingi son programmamizda ko'rishaylik. Salomat bo'linglar. Xayr xo'sh. Cihan küldi inaqsının sadasıdır. Bulbullarning xush sayrag'an ovozidir. Kanat kalktı armanımız ilip endas. Ko'kda uçgan burgutlarning parvozidir. Ömrük bizning nişanımız armanımız. Ümidaklık yollarının karvanımız. Yalpılmaydı kalplerde karvan bekleyin. Kucaklaşkan bizge güzel devranımız. Ömrük bizning nişanımız armanımız. Ümidaklık yollarının karvanımız. Yalpılmaydı kalplerde karvan bekleyin. Kucaklaşkan bizge güzel devranımız.